Mehnat munosabatlarini yanada takomillashtirish, xodimlar uchun xavfsiz va munosib mehnat sharoitlarini yaratish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biriga aylanmoqda. Shu maqsadda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tashabbusi bilan poytaxtimizda amaliy seminar tashkil etildi. Seminarda ta'kidlanganidek, mehnatni muhofaza qilish bu faqatgina xavfsizlik qoidalariga rioya etish emas. U eng avvalo inson hayoti va sog'liqni asrash, ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalar hamda kasb kasalliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Shu bilan birga xavfsiz mehnat muhiti xodimlarning ish unumdorligini oshiradi, korxonalarda iqtisodiy samaradorlikni kuchaytiradi. Keyingi yillarda yurtimizda bu borada ham qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, yangilangan konstitutsiyada har bir fuqaroning munosib mehnat qilish huquqi mustahkam qo'yilgan. Mehnat kodeksida esa xodimlar manfaatlarini himoya qilish, majburiy mehnatning oldini olish va shaffof mehnat munosabatlarini yo'lga qo'yishga qaratilgan normalar kuchaytirilgan. Mehnat muhofaza qilish to'g'risidagi qonun 2016-yilda qabul qilingan bo'lib, bu qonunning ayrim normalari eskirgan va ushbu normalarni yangilash, takomillashtirish, undan tashqari xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Va bu bo'yicha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Mehnat, Sog'liqni saqlash va ijtimoiy masalalar qo'mitasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi bilan birgalikda bugungi kunda ushbu qonun loyihasining yangi tahririni tayinladi va ushbu qonun yangi tahriri tayinlanib bugungi kunda hozir hukumatda ko'rib chiqilyapti va bu narsa parlamentga yaqin kunlarda kiritiladi. Yangi qonun loyihamizda ko'rsatilayotgan eng asosiy normalardan biri sifatida noqulay ob-havo sharoitida ishlaganlik bo'yicha alohida normalar kiritilyapti. Bu nima degani? Bu degani endi anomal issiq yoki anomal sovuq paytda xodimlarni mehnatini muhofaza qilish maqsadida bularga tanaffus berish yoki kerak bo'lsa kompensatsiya to'lash kabi masalalar ushbu qonun loyihasida kiritildi. Seminarda ta'kidlanishicha, har yili dunyo bo'yicha 840 ming nafardan ortiq xodim ish joyida ruhiy bosim, noqulay ijtimoiy muhit va ortiqcha yuklamalar oqibatida hayotdan ko'z yumadi. Afsuski, bunday holatlar yurtimizdagi ayrim ish beruvchi tashkilotlarda ham uchrab turibdi. Shu bois bu kabi salbiy holatlarning oldini olish va ularni kamaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan choralar haqida ma'lumot berildi. Har yili o'sha mehnat faoliyati bilan bog'liq sodir bo'layotgan bahs hodisalarning katta qismi nosog'lom ish muhiti bilan bog'liqligi tahlillar natijasi ko'rilmoqda. Shuning uchun bugungi seminarda ham shu masala ko'tarildiki, ish joylarida o'sha tazyiq va zo'ravonlik, ortiqcha ish yuklamalari va buni oldini olish bo'yicha qanaqangi samarali mexanizmlarni joriy etish bo'yicha batafsil o'sha ekspertlar tomonidan, mutaxassislar tomonidan ma'ruzalar tinglandi. Tazyiq va zo'ravonlik bu ko'pincha yashirin holat hisoblanadi. Shuning uchun taklif bildirildiki, tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha xodimlar tomonidan ish beruvchiga yoki rahbariyatga alaniy murojaat qilish juda ham muhim va bu albatta o'ylaymanki, shu sohani kelgusida rivojlantirishga, buning natijasida ish joylarida baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklarni sonini kamaytirishga, umuman oldini olishga xizmat qiladi degan umiddaman. Seminar davomida mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunni yanada takomillashtirish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha takliflar ilgari surildi. Mutaxassislar fikricha, bu kabi yondashuvlar nafaqat ish sharoitlarini yaxshilaydi, balki mamlakatda sog'lom va xavfsiz mehnat muhitini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Gulijon Noraliyeva, Umid Turg'unov, Sherzod Xo'jabaxtiyorov, Poytaxt.